25 gram natriy bromid 100 gram suvda eritilganda hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini toping. Berilishini yozib olamiz. Demak, natriy bromid 25 gram, suv 100 gram ekan. Natriy bromid 25 gram suvda eritilsa, eritmaga aylanadi va hosil bo'lgan eritma 25 ga 100 ga qo'shamiz, 125 gram eritma hosil bo'ladi. Demak, bu yerda foiz konsentratsiyani toping degan. Foiz konsentratsiya W bilan belgilanadi. Formulaga qo'yib ishlasa ham bo'ladi, proporsiyaga qo'yib ishlasa ham bo'ladi. Formulada birinchi ko'ramiz. W ni topish uchun massa 1 ni massa eritmaga bo'lamiz. Massa 1 erigan moddaning massasi 25 gram. 25. Massa eritma massasi 125 gram. 25 ni 125 ga bo'lsak 0.2 chiqadi. Uni foizga o'tkazish uchun 100 ga ko'paytirish kerak. %20 chiqadi. Demak, qism bilan foiz 100 martaga farq qiladi. Qismdan foizga o'tish uchun 100 ga ko'paytiramiz. Foizdan qismga o'tish uchun 100 ga bo'lamiz. Demak, orqaga qaytsak, formula bo'yicha ko'rdik. Endi proporsiya bo'yicha ko'ramiz. 125 gram eritma massasi umumiy bo'lgan ekan, demak 100% da shunaqa. 125 gram 100% ekan. Demak, 125 gram hamma eritma massasi bo'lgan uchun, barchasi bu 100% deb qabul qilinadi. Hammasi 100% doimo. Umumiy 100%. Ichida erigan modda 25 gram, qanchadir qismi. Bu demak, necha foizligini topish kerak? 125 gram 100% da bo'lsa, 25 gram necha foizda? Proporsiya topiladi. 25 100 ga ko'paytirib 125 ga bo'linadi. Demak, qisqartirib olsak bo'ladi. 25 bilan 125 qisqartirib olsak, bu yerda 5 chiqadi. 100 ni 5 ga bo'lsak, 20% chiqadi. Demak, proporsiya formulada ham, proporsiyada ham 20% chiqyapti. To'g'ri javob C varianti.